Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Yurtdoshlarimiz Belorussiyaga ishga ketsa, shu bilan muammo hal bo'ladimi? Nega bu qadar agitatsiya, propaganda, targ'ibot bilan olib ketilyapti? Shu bilan endi odamlarni pul bilan ta'minlab qo'yadimi, ish bilan ta'minlab qo'yadimi? Biz buni aksini ko'ryapmiz. Men Belarusiyadagi blogerlarni ko'rdim, ular o'zbeklar ustidan kulyapti. Rosa kulyapti. Yana deydi, biz batka deydi, ularni deydi aldab o'tiribdi, shuni ham bilmayapti deydi. Kerak bo'lsa shu videoni nimasini qo'yaman, ssilkasini bir qarab chiqinglar. Kulyapti. Bizlar esa mana jo'natyapti, xuddi bayramga jo'natgandek qilib, tantanali qilib. Lukashenkoning mana Belorussiyaga biz aynan o'zbeklar kerak deb o'zbeklarga urg'u berib chaqirgani bir go'yoki juda katta miqyosdagi bir spektakl. Ya'ni bizga ham shu narsa kerak edi. Odamlar bordi Belorussiyaga, Andijon yigitlari. Ahvol rasvo ekanligini bilgandan keyin ular hokimga murojaat qilib chiqishdi. Albatta Shuhrat Abdurahmonovga. Biz shuning uchun keldikmi? 500 dollar uchun keldikmi? Chunki ularga 1000 dollardan baland va'da qilinganda. 200 dollar yeb ichsak, ya'ni 200 dollar yashashga bersak nima qiladi bizga? Biz shuning uchun keldikmi deb norozi bo'lib yigitlar chiqishdi. Endi u Belorussiyaning blogerlari aytishyapti, kulishyapti, rosa kulib, demak biz o'zbeklar shunday o'yladiki, kelib tayyor bularga ish berilar ekan, 1000 dollardan oylik berilar ekan, yashash joyi bepul bo'lar ekan, go'yoki bir mehmonxonada yashash joyi deb ular kulyapti. Chunki deydi, ularga deydi, ular xuddi o'zbek tilida bitxona degandayin klapaxonaga joylashdi ular deyapti. Klapa degan u bit uning oldida hech narsa emasda, klapaning oldida. Masalaga endi umumiy jihatdan qaraganda bizning rahbarlar xalqimizni go'yoki o'zi tinchitmoqchi edi, ozgina. Mana biz bormiz degandek qilib, go'yoki bir 5000, 10,000 kishini Belorussiyaga jo'natib, mana ish bilan ta'minlab qo'ydik deb maqtanishmoqchi edi. Bu hozircha amalga oshmadi. Endi ertaga bilmaymiz endi nima bo'ladi. Endi millionlab odamlar ishsiz yuribdi-yu, mana mardikor bozorlarga qarasangiz, bu ayniqsa ayollarning mardikor bozorga borishini hech kechirib bo'lmaydi buni. Endi bugun Belorussiya bilan aldab tursa xalqni, ertaga urush tugab qolsa, xudo xolasa urush tugashiga ham juda yaqin qoldi. Rossiya sharmanda bo'lib hamma narsasini tashlab qochadi Ukrainaga. Undan keyin Ukrainani qayta qurish uchun juda katta mablag'lar tashlanadi. Keyin o'z-o'zidan Ukraina mehnat fronti boshlanadi. Chunki allaqachonlar Ukrainaning qaysi bir vazirlari kelib ishlash bo'yicha bir qandaydir memorandumni bir narsalar qilib ketishdi. Xabarlaringiz bo'lsa kerak. Keyin Rossiyadagilar ham Ukrainaga ketadi. Xullas, xalqimiz u yoqdan bu yoqqa mardikor bo'lib chopaveradi. Yurtimiz poraxo'r, korrupsioner o'g'rilarning qo'lida talanaveradi. Ular odam, lekin xalq odam emas. Davlatimizning tepasida esa qarigan, keksaygan
chol kampirlar boshqarib o'tiribdi. Hamma voqea, hamma diqqat e'tibor Rossiyaning Ukrainada yengilib tashlab qochishiga taqalib turibdi. Shunday bo'lgandan keyin vaziyat butunlay o'zgarib ketadi. Nima bo'lganda ham Alloh taolodan so'raymiz, oxirini baxayr qilsin. Korrupsioner, o'g'ri, to'dalar, urug' aymoq sololar bir-birini yeb ish qilib o'zlari yo'q bo'lib ketsin-da, xalqqa og'iri tushmasin. Bo'lmasa ko'plarining beli sinib ketadi. Alloh saqlasin. Shuning uchun oxiri baxayr bo'lsin deb shundan boshqa yaxshi duoyimiz yo'q. Xohlagan kishilarga bitta yaxshi duoni o'rgatib qo'yaman. Allohga qilinadigan duo. Allohumma la tusallit alayna man la yarhamuna. Amin deb qo'ysangiz. Ya'ni mazmuni: ey Alloh, bizning boshimizga, bizning tepamizga bizga rahm qilmaydiganlarni hukmron qilib qo'yma degani bo'ladi. Agar so'zma-so'z kerak bo'lsa, opisiyaga yozib qo'yaman. E'tiboringizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh.